Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa Sirdaryoga yana bir ikkita nasosimiz qo'yildi. Bu yerga 3 ta qo'yilishi kerak edi. Bittasi mana qilsada, bugun ikkitasini chiqardik. Nasoslarimiz ishlashlari zo'r inshaalloh. Xudo xolasa 37 kW 1000 bilan chiqaryapti. 2 yilliklar mana shu akalar qo'yib berdi. Qanday chiqdi aka nasos? Aka bunaqa chiqaradi deb o'ylamagandim. O'ylaganimdan ham zo'r chiqardi lekin. Yaxshimi? Gap yo'q aka. Tashib berishlari zo'r ekan aka. Ma'qulmi nasos? Yo'qsa aka. Mana shu aka. Zo'r. İnşallah aka uyaltırmaydi xudo xolasa. Ekonomik nasoslar. Kimga nasos shunday nasoslar kerak bo'lsa, opsiyaga nomerlar qo'yib o'tamiz akalar. Telefon qilaverasizlar. Nasoslarimiz ishlashlari o'ta tinch ishlayapti. Zo'r ishlayapti inshaalloh. Uyaltirmadi mana. Shitlarimiz ishladi. Fazlazashda ampermetr, voltmetr hamma narsasi bor. Mana elektrigimiz ham. Davronbek like bosib qo'y. Bosamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lasizlar. Like bosishni unutmaysizlar. Bitta like rangini qo'ysalar bo'ldi akalar. Tutishlarimiz ham inshaalloh zo'r tashlab beradi mana. Akalar juda xursand. Zo'r, ko'rsatmasi. Zo'r aka. Zo'r. Qurbanali zo'r. Baraka toping. Aka, shu xursand bo'lsalar bo'ldi aka. Zo'r, ko'rsatmasi zo'r.